remontlari tayyor, kadastri bitgan, bir xona, ikki xona alohida xonalar qilib qo'yilgan kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Manzili Sergeli Choshtepa metro bekati, 1-metro bekatiga 200 metr atrofida. Narxini ham sразу aytib o'tib ketamiz. 43500, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'chadan kirish, podyezddan kirish eshigi. Mana shunda kirganimizda kattagina koridor. Koridordan kirganimizda mana shu sanuzul qismimiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi kafillardan qilib qo'yilgan, potoloklar plastik qilingan, oxirgi trendda bo'lgan dushovoy kabinalardan qilingan. Steralka qo'yish uchun joylar ham yetarli. Bu esa kuxniya qismimiz bo'ladi. Bir xona, ikki xona qilingani uchun kompaktli mana shunaqa variant tanlangan. Remontini ham o'zimiz qilganmiz. Kimga shunaqa remontlar kerak bo'lsa ham murojaat qilaverasizlar. Bu esa zal qismimiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'chaga qaragan romlari bor. Remontlari mana top-toza, yangi remontdan chiqqan, remontdan keyin hech kim yashamagan. Bu esa detskiy bolalar yotoqxonasi. Buni ham ko'chaga qaragan romlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Romdan shunda qaraganda oynamizni ochib qaraganimizda ko'rishingiz mumkin. Mana metroga bir qadam, metroning ostonkasigacha taxminan bir 200-300 metr atrofida peshkam chiqasizlar. Metro Sergeli Choshtepa metrosi bekatida. Remontini o'zimiz qilib berganmiz. Kimga shunaqa remontlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Kvartiramiz sotuvga qo'yilgan asosan $13500. Ustida ozgina o'tib beradigan joylari bo'ladi. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bo'ldi, ketdik.